Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun yana Donghua tahlil kanali va men Navgamer. Va bugun sizlar bilan Wang Linning o'g'li Wang Pin haqida gaplashamiz. Wang Lin va Liu Meining o'g'li Wang Pin Jutsu qabristonida Mitsuziga bog'liq fojiali voqealar natijasida dunyoga kelgan. U oddiy istak bilan emas, balki Wang Linga dushman bo'lgan Li Meining harakatlari sabab yuz bergan va natijada bola tasodifan tug'ilgan. Wang Pin chiroyli edi. Onasi Liu Meiga o'xshardi. Uning ko'zlari tiniq, tashqi ko'rinishi jozibador, fe'l-atvori esa nihoyatda sokin edi. Odatda u kam gapirardi, ammo uning nigohlarida donolik sezilib turardi. Xarakteri esa otasi Wang Linga o'xshab ketgan edi. Uning hayoti quyidagicha o'tgan. 19 yil oddiy hayot, 8 yil tog'lar va daryolar orasida, 25 yil yurishlar va janglarda, 10 yil esa foniylar dunyosining oliy hukmdori sifatida. Garchi hayoti qisqa bo'lgan bo'lsa-da, uning tajribasi nihoyatda boy bo'lib, oddiy insonlarnikidan ancha ustun edi. U o'liklar dunyosiga aylanish jarayonida Chizhou Jotun, Si va boshqalar bilan tanishgan. U Chizhou Jotunga nisbatan his-tuyg'ular paydo bo'lgan, ammo bu hislar amalga oshmagan. Keyinchalik u o'zining kelajakdagi rafiqasi Sin Yi bilan tanishadi. Ularning sevgisi juda chuqur bo'lgan. Yillar o'tgan sayin uning nigohida donolik yanada kuchayib boradi. Hayotning barcha sinovlardan o'tib, u samimiy tarzda shunday deydi: hayot oddiy va tinch bo'lsa yaxshiroq. Shu orqali u o'zining yakuniy orzusi, oddiy va osoyishta hayotni xohlashini bildiradi. Liu Mei Wang Linning raqibi va dushmani bo'lib, keyinchalik ularning umumiy o'g'lini o'ldiradi. Bu esa ularning munosabatidagi asosiy fojiaga aylanadi. Wang Pin vafotidan so'ng uning nafrati yo'qolmaydi va u xafa bo'lgan go'dakka aylanadi. Keyinchalik u Wang Lin bilan uchrashadi. Wang Lin uning nafratini bir qismini yo'q qiladi va unga yangi ism beradi: Wang Pin. Bu voqea romandagi munosabatlar natijasi emas edi. Bola Liu Meining gunohi tufayli dunyoga kelgan. Bugungi videomiz shundan iborat edi. Agarda videomiz sizga yoqqan bo'lsa, sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like-ni bosish va obunani bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan Navgamer va Donghua tahlil kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.